Mikrorayonning eng yaxshi lokatsiyalardan 4-mikrorayon Babafot Shundoqqina ro'parasida yo'l bo'yiga tushgan Novosrok kvartiralarimizdan 2 xonali 3 xona qilingan 75 kvadratli kvartiramiz sotuvda. Kvartiramizga kirib kelaverish koridorlar mana shunaqa keng holat, chiroyli holatda remontlarni qilib qo'yilgan. Kiraverish eshiklarimiz bu tarafda bo'ladi va o'ng tomondan obzorimizni boshlaymiz. Kirganimizda o'ng tomonda birinchi bo'lib mana shunaqa chiroyli garderobli mebellarni qilib qo'yilgan va o'ng tomonimizdagi birinchi xonamiz bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz to'liqligicha oshxona mebellari bilan jihozlangan. Xolodilnik, televizor, konditsioner va ugloklari mavjud. Bu kvartiramizda barcha mebel jihozlari hattoki texnikalargacha qoldiriladi. Eshikdan kirib kelganimizda ro'paramizda sanusul hojatxonalarimiz mana shu tarafga joylashtirilgan va buning yonida alohida kladovkamiz mavjud. Bu yerda 1 tonnali suv zaxiralari uchun suv yo'ngichlarni qo'yib qo'yilgan, motorlari va filtrlari bilan birgalikda. Chap tomonimizda diski xonamiz mavjud. Diski xonamiz ham mebel jihozlarini qo'yib qo'yilibdi va bu tomonda kattagina mehmonxonamiz joylashtirilgan. Mehmonxonamiz uglok mebellari va mana shunaqa chiroyli kattagina televizorlarga ega. Mehmonxonamizdan o'tib kelganimizda chap tomon burchagimizda bu yerda kattalar yotoqxonasi qildirilgan umumiy 3 ta xonamiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, ushbu kvartiramiz 2 xonali 3 xona qilingan 75 kvadratli bo'ladi. Kvartiramiz grup o'tdik, to'liqligicha mebel jihozlarini qilib qo'yilgan. Ushbu kvartiramiz to'liqligicha aqlli kotyor isitish tizimlari bilan jihozlangan. Kvartiramiz kommunallarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlar ushbu joyda. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarini 46800 dollar so'rashadi. Kelishadigan joylari ham bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, o'z fikringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.